Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Nekusbek va bugungi videomizda Minecraft text yasaymiz. Bu oson. Bunaqa va bunaqalar. Xo'p, videoga like va obuna bo'linglar va biz boshlaymiz. Xo'p, boshladik va Google kirib oldik va Textcraft deb qidiramiz mana shunaqa deb va bu saytga kiramiz. Birinchida chiqqan bosamiz. Xo'p, uchta nuqtani bosamiz va bu yoniq bo'lishi kerak asosiysi va yaqinlashtiramiz va shu yerga tekstni yozamiz. Nima deb yozmoqchiliginglarni mana yozdim va shu yerdan shuni tanlaymiz. Bir marta bosamiz va mana teparoq ko'rinib turibdi va shulardan xohlaganimizdan tanlaymiz. Bunaqa ko'p mana shakli o'zgaradi, tekst. Hop, stili o'zgaradi. Mana o'zgardi, shu normal deb o'ylayman va shu tugmani bosamiz va kutamiz. Va shunaqa deydi va yuklab olishni boshlaymiz. Kutamiz va bo'ldi. Galeriyaga kirdim. Mana galeriyaga saqlangan. Galeriyadaman. Hop, mana text chiroyli chiqqan. Nekusbek deb yozib turibdi. Bu text shunaqa qilib yasaladi. Bu oson va videomiz qisqaroq bo'lib qoldi. Hammaga xayr, sizlar bilan Nekusbek bo'ldi va like va obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Albatta obuna bo'linglar. Shuncha mehnat va 700 ta bo'ldim. Hammaga rahmat. Keyingi qadam endi 800 ta. Podpishka qilsanglar bo'ldi. Hammaga xayr, sizlar bilan Nekusbek.